Yaxshimisilar, men sizlarning hikoya bayon qilish do'stinglar Tumar. Men faqat hikoya bayon qilmoqchi, hikoyaning egisi emas. Azg'an ayol 8-qism. Qiynapamlarning uyiga ko'chib borgan tunji kunim ishdan tushimga kirib yo'l tushim keldi. Kiyimlarimning hammani qiynapamning biroq olib o'tishni o'ylashmadim. Ham bu uyda rostga qilsam uzoq turganligim ko'zim yetmay. Bir xil 2 kunlik yilim yanashda urush talish bo'lgandek, yamanlab boshqa bo'plarimni ko'tarib kelsam, men ig'ir kelgandek bilinib, kiyidek ham kiyimlarimni abturay, unda hammani yig'ishtirgan hozircha qurbim yetmaydi. Hamma narsa burnimga purab yetibog'imda keldim, men olsam yo'lchi ma'qul deb degan shundoq buningdek yaxshi, buningdek mehribon yo'qda hozir. Ammo mush yo'lchimni ko'rdim, ko'nglim degan ilishib, beshim og'rib, beyaram bo'lib, yo sizikchiligida chiqib ketdi degan shumi uqmadim. Bir qiynapamga bir mush yo'lchim ajoyib beyaram bo'lmay ko'rsam, idoradan achiqqa bo'plarimizni uyga ko'tirib kirsak, qiynapam. Voy qo'linglar yenikli kirvatsizlar-ku, bu qiz ishdan chiqatkichi degan, necha bo'p narsani chiqatgan deganda, u narsani yo'lkidek olim yo'q, men shuning qo'limga chiqqan necha narsani akab qo'yib turay dedim, birdan ishkini to'shamay aldirmay desam, birdan ishkini to'shamay demay, narsangizni idib ko'chib qaytib keling bo'ldi, u yotoqni qaytarib nima ish qilsiz? Ayda bir yataq miyat bir uyib qolgan ekan, adamning ko'ngli bo'linib qoldi deganda, qarab baqay oyoqdan boshlig'imni avar qilib 5 kun yo'l mang'izib qo'l qo'yib, u yan yasaydigan bir moncha iqsod ketdi yinimdan. Ammo yoq kuchiman desam, menga ziyon bo'ldi, bu turib tursin-chu, ashdan demagan ekan dedim. Yo'lchimning yiniga kelsam-chu, qo'lidan tomoq tushmaydi dedim-ku, uning ustiga uydan chiqsam bu bekorchilik qilgan shu kartonlarga borgan ekan. Bu tomoqning purug'idan shunchalik chiqib ketdimki, yo'lchim yinimga kelsa bir turxum purab, burnimga ho'g'im kelib, chiroyim shunda sat ko'rinib, ko'zimga ajoyib beyaram bo'lib ketdim. İçimde oylayman, bir tələlik xuddilar eriği sizik oldu ekan-cu. Sizigida erdan chiqqas nima azob bu odamga deyman. Aytib ishlasam qiynapam telefon qilibdi. Bugun ishdan baldiroq yenib kelalamsiz deb, qanday deysiz desam, ochiroz men xush xabarni olib qo'shib ketdim, muboraklab kelmoqchikan to'q. Bunda qozonishib, bunda bir tayyorliklarni qilganga kelib qarashib beram degan deydi. Bu xotinning shundoq mozlig'ini bilatdim-chu, men gapni chiroyli qilib aytib olgan bilan, yaxshi muomala qilish 2 kun bilatdim men. Shuningga kelgim kelmagan. Ay bu hozir kanaydan tomoq o'tmay puraqladimmi, o'shimdan ketay deb olsam, qanda qozon beshig o'tib mehmon kutkuchiligim bormi? Mening shunchalik jilib ketdim. Appa men hozir qozon beshig turish emas, xalq tomoqis, xalqning tomog'ining purug'ining puriyamayman, qarish bilamayman, apa bo'ldilar desam, "Vey, mushto emasmi?" deb telefonni qo'yib atdi. Ajoyib ichimdan jilib ketdim. Apammi qiynapining dardini tatib baqaydim bo'lgankin, voy bir ajrish ketmaydigan shu so'm menimda o'zining yiniga tatib, to'xtab turar, bolam miyada men seni kutma, miyada opam bor deb ajab deb qo'ymadi, ko'nglimga yarasha deb opamni ranjib ketdim. İşten tushib aldirmay, badim vaqtni o'tkazib. Qiynapamni unda tayyorlik qilib qo'ydim. Bunda narsani tayyorlab qo'ydim degani, ko'nglimda o'ylab qo'ydim degani. Tayyorlik qilmoqchi bo'lgan narsamni men og'zimda sana deb bersam, sen chiqib tayyorlik qil degani menga bek ayon, men bek bilib ketgan. Basam saylarni to'g'rab qo'yibdi, qozonda sho'rib qaynayibdi. Yiliq sho'rpining purug'idan eshikdan kirib bir qusib ketdim. Voyjon, yiliq ko'nglim degan ilishib, bo'lmasa odatda sho'rplarni silib go'sht yeydiganqa men xiyli amroqdim. Bu sizgimda go'shtning purug'i bir tetimi deyman. Ishki qiynacham deyishib, bir moncha mevchi va bir narsani ko'tirib, menga ikkisi bir taldan ko'pda bir nima bilan olib kelibdi, muboraklab. O'shikisining yaxshi ko'ngligim rahmat qilib xo'shib qoldim. Voy fikam ajab yaxshi oldu, bek xo'sh xabar ekan bu. Bek xo'sh olduk, anlab o'zingizni bek asranjimo. Qozon beshig amalba o'tmang deb cho'ng qiynacham boshlab bo'g'icha, opsi deb bo'ldi. Voy, men 3 balni to'qichilik degan aytib turman degan kun qozon beshitdim. Voy ximirlarni jug'ratdim. Voy bir uy odamga tomoq etatdim. Uchoqlar nada hozirqidek shijilar qo'limizni kirib yotdik deb so'zlab ketgandi. Ochik qizi qiynapamni bizga besib qo'ydi. Apa, hozirgi vaqtlar o'sning davringa o'xshamaydi. Xizmat besimmi bor, yerib aran qoladi. Onun ustiga qiynap bilan turdisi, bizmi turib bo'lmaydi, qilimi maqzol turyapti. Ko'ngli ayabroq, unda olsa sal gap so'zga diqqat qilib, deb ikki qizi besib qo'ydi. Qiynapamning og'zining qandaqligini, mijozning qandaqligini men deymsam, ikki qizi mendan bekrak tushundi-da. Qiynachir bilan xil ko'ngli paralashib o'tirdik. O'shkisa azalda unda bek ish quyun, tosh quyun izlashib ketmasakmi, ko'nglim ayaydi-da. Chikdan chiqqichilik opasining quliqiga qayt qo'yib ketdi-da. Apa, unda kelin yo'q vaqtida tomoqni o'zing italaydim. Salomat degan yaxshi. Unda men o'ysang qoldi. Bir-biringlarning ko'nglini og'ritishmay jumu, apa deb shundaq bir yemirib turib deb chiqatdi-da. Opasining og'zini osti qandaq gap qilgan ikki qizi ayon bo'lgan ekan. Qiynapam bilan bir o'y turgan bilan kirsak chiqsak burunqidek men andi deb kirishib olmadim. Anglasammi, anglamas qiladigan bo'ldim. Xeyli quloqlarim tinjib, amalba yataqning o'rnida deb o'ylayman-da, o'zim bezlab. Bo'ldilar at deganda chiqib ketsam, ishga borsam,
kechda qaytib kirsam, mushtalan bir azroq paranlasam, o'zimni olib qolsam, sal bir orliq qo'ysam, o'tib ketadi-ku, 9 oy chidayday bo'pti deyman ko'nglimda. Ma uy qaytib kelishning oldida Do'stim ikkimiz yeydi qibalni tunishtirishdan bir yerga to'ziq qilgandik-ku. O pulni biz to'ziq qilib qo'yibmi 2 oyga yaqin vaqt o'tdi. Men uy qaytib kelgan oyoqqa u bilan tuzuk bir aloqalashib qilib ketmadim. U bilan gaplarini shu jashodagi do'stimdan olayman. Apalan salom etdidash. Ahvolini so'rayotdi, yaxshi turibdimi, ko'ngli og'ritayotdimi deb so'rayotdi deganda rahmat deb qo'ying, salom deb qo'ying deydim. Kundar yangi chiqqanlar hozirgidek ular janjangoning yo'q. Kartlarimizga pul urgan vaqtlar. Biz shu chaqlar ma do'konning paydasini argan vaqtida bank hisobimizga urib turgan ishkilimiz kartimizni deb bergan bu balgan. Mening maash kartamga odatda shu maash kirsam tarangda uchirib kelsa, pul kiribdi deb pulning xo'shaligidan shanshu qilgan kartamda u. Normalda bir odamlar sizga bir oyda eshikaychi kelsa, mening qo'sqim 4 oydan so'ng bu sizlik tugaydigandek emas. Qo'sqimning yo'qligini bilmadim. Yuzni toza mushtab qirib o'tgandim og'zimga yiqib. Deyish ko'ratgan. Qarsam tarang bir uchirib kelgandek, telefonimda qarsam 600 qo'y kiribdi. Maash bergan vaqt emas deb bu nadik puldi deb degan ko'zimga ishonmay 600 qo'yim 6000 qo'yim deb qarab ketdim. Telefonni qo'limga olib tursam, do'stimga qildi telefon qilib. Adash deganda aytsam, xush xabarlar kelyaptimda deganda, "Voy kelyapti" deb degan ishimiz shunda oyajon qo'shib ketdik-da. Sizga qancha kiribdi desam, "Menga 10 ming qo'y yaqin kiribdi" deganda, "Endi mening 40 ming qo'y, bu qizning 70 necha ming qo'y ham farq bo'ldi-da biz kirgan." Ash payda persentdan banchi persenti bo'yicha kartanlar har oyda arpilgan bo'ldi. Bizlar sap qo'ygan mablag' qaytib kelgandan keyin mushbit to'xtab olmay desanglarmi, mayli davomli ash pulni shanshu qilmay mablag'imni aylantira olaysanglar, mayli deb savdo to'xtam degan narsa yo'q bizning qaldimizda. Shu bala ishda qilsan separlarni hisoblab turib, ana yezib bergan to'xtam bor aramizda. Pulning gapi bo'lgan vaqtida uyda hech kim yo'q, o'zim yolg'iz vaqtimda. Lekin men do'stim bilan, ham abal bilan amal bo'lmuş pulning gapini qilishmayli. Qiynapam ya yo'ldoshim anglab qolsa, o'zimning pulimga egulamaydigan ish chiqmasin, ko'nglim chiqmasin deb deyishgan. Mush pul kirgan kuni kechda yo'ldoshim parda uyda. Mehmonxonada u boshda men boshda o'tdim, tamoq purab ketmasin deb oraliq saqlab o'tgan. Unidar xat kelganda qo'limga olib qarsam, bala xat yozibdi. Yaxshimi, qandayroq ahvol debdiki, yaxshi o'zingizchi deb gap qaytarsam, xush oldingizmi deb xat yozibdi. Biz bu pulning gapini deyishmaydiganini oldinlar deyishib olgan-ku. Xush oldim desam, oldida qilamdiq desam unimidingiz. Boshda yoq degan bilan kirgan vaqtimda xush haqida emasmi deb yozibdi. Ağlab miyek kelgan pek kuydivatdim. Gapning bosh oxirini o'qimagandim. Rost qilayotgan gap deb o'ylab qoldim buni. Qijilgan biyochingdan ishkal yo'lab qo'ysam, bu bala gapim rost xush haqqanda deganda, xush haqqamni ham deb yozibdim, men nima o'yladim uqmayman shu chog'da. Gapni deb bo'ldim lan bir ishchimdan ho'kab ketib telefonim ishtal jo'zi qo'ydim, yugurib o'birniga chiqib yondirishim bek biyarim bo'lib ketdim. Shuningdan bu bala keyindan nima deb xatlarni yozdi, uni ko'rmadim. Yo'lchimdan qo'ng'ichdimi, nima bo'ldi uqmadim. Telefonimning ekrani aplam qarsa, oldida hech qanday leotenjilo yo'q. Xush oldingizmi, xush haqdimi, kirdimi degan gaplarni ko'rib, yo'ldoshim chiqdilar. Anangni deblam og'zini buzib chiqdi yinimga. Turbo'g'imda ingishib, beliq suvni og'zimga ilib chaqavatgan, shunda ochiq yondirayotgandim. Keynimden kelgan bir chichimni mushtal yulib qo'qqizganti o'rnimdan beliq qusuqning oxiri tugimigan, ash o'zimning yuz ko'zim kiyimlarimga ishlab qusvatdim-da. Voy nim bo'ldi deb o'ng-so'ng farq etib bo'g'icha telefon bilan yuzimga birini soldi. Dimim ichimga tushib ketdi. Nim bo'lgani anqiramay ketdim. O'birnidan shiklar kichik bo'ldi-ku, o'birnidan chiqib bo'g'ich ikkimiz eshikdan patmay ketdik-da. Yoqqinlarimdan tortib mushtal so'rashtirib achiqib degan biqillarimga tip batdi, mushtavatdi, undaqchi paskani mındaqchi rasva, jelpi, yeliq og'zidan poq oqdi. Urib chiqmadi, yeliq dadi mendan. Talalardan namlardan so'rab kirgan shumoni menga tengib nemish qilay degandim, go'shvash qilay deganmidim. Voy men degan g'urur va kuchimi, erkakchimi deb oxir ishtaganimda o'ngdan kuch ketdim, yerga tubtiz yetib qolsam, qo'saqlarim deganga desvatdi, ovozim chiqmay, mushtab qoldim, nafas olmay. Qiynapam bo'yni bo'ldi deb yugurib chiqib, ajirtilgan ish yo'q, menda qarab turdi ishimizga, mening bosh tarafimda-da. Voy men paskina texi taladan namdan qo'saq undirib kirib, abbalni menga tamoqchiga mushtaqib ketib bordi. Nima bo'ldi? Sen nerdan olding desa, minutik mehmonxona o'taqizib qo'yib, qo'shaqdim yembirim bo'ldim deb, ma paskina texi bilan xattishib, voy men opangni oldiga olib voy sendek paskinliqchi, ko'nglim ishida mening ko'nglim ko'tarmaydi. Opangni oyini qo'yib deyishime deb, yanash zo'zib o'tirib chashrimdan so'rvatdi yerda. Qo'sqimga bir og'riq kirdi.
Gözlerim degan qarang'ush ketib bor. Buning gap qildik olim yo'q. Qo'saqlarim degan to'lg'ab ketib bordi-da. Uning gap qilish, gap qaytirish, o'zimni oqlash hech nima yo'q. Mush qo'sqim tutgan bitim, dimim ichim kuchib ketqisam. Gap qilib paskina gap qilib. Voy meni pul topolmagan, undalatdi deb ketpamamdan endi gap qildi. Menima tayoq yeb uyqamiz deb o'ylamadi. Apsımı balam axaqning balasi qo'zg'ilbat urma degan gapni qilmadi. Degandim shu bir yer batdi buningki. Masalan degango burunlamda nimani degandik, ishkis nimalarni deyishgan uqmadim. Gaplarning oxirim qo'lqimga kirmadi. Qancha qilib mag'durumdan uzilib mush yerga chaplashib yetib qoldim. Orliqda hushimdan ketgan o'xshayman shu. Shunda bir ichim pichoq bilan qo'chigandek og'rib ashta ko'zimni ochdim. Ostimda bir o'lchilik bor, ajoyib qattiq og'rib ketib bordi qo'sug'im. İsimni bir bilib bir bilmay his qilsam, putim shunda zat muzlab ketibdi. Xuddi muzg'imda tiqib qo'ygandek bo'ldi. Jalaq titrab ashta uyg'ondim. Ajoyib zat to'nlab ketdim. Atrofimdagi ovoz quloq solsam erim, "Opa, ma paskun uyqamasa, mushtayib uyqamas, uyib emasmi eda?" desa, "Qo'sqa qattiq tasvetdingmi ya? Apsiq telefon qilamdiq, tusma doktorxonaga aparamdiq" deb ikkisi urdigan urquyib, "Ya apsi urma" degan gapni demagan. Ya mabos to'xtab qolmagan, urdigan urquyib, ikkisi meni uyqamsini qo'q ketib beribdi. Gap so'zni anglatmay ko'zimni ochqidek holim yo'q ya deydi. Shunda kuchab dedim. Telefonimni qaytirib hemen doktor mashinasi chaqirman dedim. Ovozim shunchalik tez chiqdi. Gap qilishdan tang yana ichimdan bir narsadan mengib ketyotdi. Bek qiynalib ketdim joyim deydi. Mening opamga telefon qilyotdi. "O'ykilamiz ozroq shuganti" deb shunda jiddiy telefon qildi. Opam qancha qo'q ketdi deb opamdan ansirdim. Lekin xo'sh yo'ldimda, "Ha, nim bo'lsa bir opam keladigan bo'ldimi, uyga majoyim" deb jinim chiqib ketmasam dedi.